Bismillah. 7 milyon 800 ming berishadi, yana kamini qilib beraman. Babar aka 7 million 800 ming so'mga. Ha, 8,5 emas ama. Lekin mana shu buzib yuborsam bo'ldi. 7 million 800 ming so'mga, lekin realni gap arzon bo'ldi aka. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi bu qo'chalarga navbat. Hurmatli obunachilar, bu galgi videomizni tuzmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xo'p, sababi puli yengil, arzon, lekin soni kamroq. Soniga 5 dona xohlasa 4 ta bo'lib 1 dona punojni chiqaramiz. Narxi juda yengil bo'ladi. Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroy qishlog'i. Toshloq mahallasidan yana o'sha arzonchi va optimchi rivojin ekan meni firmasiga kelib olganman. Xohlasa mana bunda yosh ko'chat bu qo'chalarda ko'p qo'yiblar. Xohlasa bularning ma'lumotlarini chiroyli qilib olib berishga harakat qilaman akalar. Xohlasa qo'llab-quvvatlab, like bosib, poddishkani yemay turasizlar degan umiddaman. Hafta kuniga payshanba 30-iyul 2026-yil akalar. Xohlasa video roligimizni boshlaymiz. Bu yoqda Rivojin akamni o'zlari. Rivojin aka, assalomu alaykum. Aka oldingizmi? Charchamang. Ashadagi ozroq. 5 ta qo'shimol bor, 4 tasini vositasi. Xunajin. Xunajin. Xudo xolasa lekin narxini yengil qo'yib berasiz aka meni obunachilarimga. Xudo xolasa inshaalloh. Kamaytirishga harakat qilamiz uka. Yoningiz sog' bo'lsin. Qaysi variantdan boshlaymiz? Bu variantdan bitta xunajindan boshlaymiz. Yo'q, sen bir dona xunajinni boshlaydi aka. Qo'ng qo'ldan, xudo xolasa ishimiz ham o'ngidan kelsin. Mana. 90 santimetr bo'ydasida. 90 santimetr, xudo xolasa yosh narsa. Shoxlar ham endi harakat qilyapti biz chiqishga. Qo'shlarni ko'ring, xudo xolasa. Suyakli, ozg'inroq, mehrtalar. Haligi nima bo'ladi? Enani suti badandan ketib bo'lganda, hozir bo'lgan xudo xolasa, endi bu yog'i plus tarafga yuradigan variant. Talib sutdan qaytib oldi endi. Taqo'medi, xudo xolasa plus yuradi. Aka nechi pulga beramiz buni? Uka buni oling. Hop. Yengil qo'yib beravering. Dangal, martman deb olaman telefon qilgan odamga nechi pulga beramiz? Keling. 7 milyon 800 ming berishadi, yana kamini qilib beraman. Babar aka 7 million 800 ming so'mga. Ha, 8,5 emas ama. Lekin mana shu buzib yuborsam bo'ldi. 7 million 800 ming so'mga, lekin realni gap arzon bo'ldi akalar. Like bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Endi bu qo'chalarga navbat. Bu qocha bitta mana shu. Hop, oq quloq, oq tumshuq, xudo xolasa yoshiga ham yosh, stakan tuyoq mana ko'rishlaring mumkin. Bo'y bastlari shoxi ham endi chiqadi. 90 ga bunikini ham. Dozda yemoq, ichmoqlari. Orqaoshlari, xudo xolasa yaxshi. Hatto bexijolat sinashaveradi uka. Bemalol, xudo xolasa garantiyali yeridan kelar. Mana shu narsa. Voy mashalloh. Chiroyli narsa ekan lekin yosh bo'lgan bilan. Ay, yosh bo'ladi, sifatli xudo xolasa. Voy, jonivorni naqma qo'y. Cho'p uyalyapti shekilli bizni. Abdulla. Aka narxi-chi? Keling. Narxi uka buni oling. Buni ham yengil qo'yib bering. Yengil 12 million emas. Hop. 11 million berishadi, yana kamini qilib 11 million. 11 Telefon qilsa chiroyli qilib o'tdan berasiz. Kamini qilib. Arzon bo'ldi mana shu. 11 million so'mga kelar. Realni gap arzon bo'ldi. Xo'p, endi navbatdagilar xudo xolasa. Bitta mana qo'cha bu. Molni uzunlik holatiga ham alohida e'tibor berasizlar xudo xolasa aka. Oyoq qo'llari stakan tuyoqligiga. Molni bo'ylarini 1 metrga olishaveradi uka. Nechtasini qo'yib beramiz aka? Bitta qo'yamiz. Bitta qo'yib beramizmi? Molni oyoq qo'li bo'g'imlariga, mana bu orqa bosh korpuslariga, bel, yelka kengligiga ham alohida e'tibor berasiz. Xudo xolasa yoshiga yosh. Aka nechi pul deymiz endi buni? Endi buni ham keling. Buni o'zi asli ko'p emas, 5 dona maqsad sotish. Shunqalik u baland osmondan kelmaydi. 12 million 800 ming berishadi. Yana kamini qilib beraman. Babar aka, telefon qilsa chiroyli qilib o'tib berasiz. O'tib beraman. Joningiz sog' bo'lsin. 12 million 800 ming so'mga kelaman. Telefon qilasiz, yana chiroyli qilib xayri kamini qilib beradi. Qorasidan keladiganlarga. Agar xudo xolasa cho'rni bantera deydi, mana qoravoyidan. Xudo xolasa stoykasi butunidan ekan, qarang. Turishlari qarang. Voy, joningiz sog' bo'lgan. Mol uzunlik holati ham, lekin uzun ekan. Shoxi ham mana ko'ring. Endi chiqib kelyapti, yoshiga yosh, xudo xolasa. Bo'ylar necha deymiz dedingiz ekan? 1 metr dedingizmi yo 1 metr plus dedingizmi? Plus bo'lsa kerak, 1 metrga olish olsin. Telefon qilsa o'lchab beraverasiz, ha? Lekin 1 metr xotirjam chiqaveradi, hurmatli obunachilar. 1 metr bemalol chiqaveradi. Narxchi aka? Narxi ham keling. Buni ham bomba qilib bering. 14 million emas. Hop. 13,5 emas. 13 million berishadi, yana kamini qilib beraman aka. Babar aka 13 million. Maqsad sotish 5 tani aka shu bugun. Joningiz sog' bo'lsin. Lekin arzon bo'lyapti mana shu. Mana. Aka ikkalasini bir joyga oldim degan 12 million 800 dan hisob chiqaradim. Bir joyga oldim degan. Telefon qilsa bitirib berasiz, xudo xolasa ishlarni. Akalar, lekin ishonaveringlar, realni gap mana.
bugungi olgan videolarimda bir qator solishtirib ko'rdim, mana shu mollar arzon bo'ldi. 12 million 800 ming so'mdan bir jiga. Yo'q, bittasiga sharoitim yetadi deganlarga 12 million 800 ming so'm, 13 million 200 ming so'm. Telefon qilasiz, yana kam ayri bo'ladi. 13 million 200 ming so'm emas, 13 million so'm Abdurahmat. 13 million so'm. 13 million so'm. Ye gap yo'q, lekin arzon bo'ldi mana shu mol. Ishonaveringlar. Arzon bo'ldi, realniy gap arzon bo'ldi, qarang, 13 million so'mga. Xo'p, endi akalar mana bu yerda bir dona mol bilmasang, targ'il olmasang, rivojnikidan ol degandek. Mol lekin boshqacha O'zi ham yaxshi savdo olsa kelajak. Turgani, aka mana yelkani kengligini xudo xolisa. Zoratdan ham bir O'g'ray. oqshat Voy joning sog' bo'lgur. Yaxshi narsa ekan, chiroyli. Mana. Yoshiga ham yoshda janivar, yo'qni. Sal qattiqroq urarsangiz ham chiqib ketaveradi shu haqqa. Kuydiraman deganlarga akalar xudo xolisa rasa hozir payt degan. Aka buni nech pulga beramiz endi? So'nggisini pastlaytsini. Bora pog'onalashib boradi-da, paydan chiqib boriladi. Buni hading. Hop. Yengil olsinmi? Hading. Yengil bo'lsin aka, xudo xolisa. 13 million hading. Hop. 300 ming so'm berishadi. Yana kamini qilib beraman, xudo xolasa. Babar ekan. Xudo xolisa uchalasi bir joyga 13 milliondan ketaverar ekan, rivojin aka. Bir joyda oldim desam beraman. O'tib ham berasiz telefon qilsa lekin. Sunnatiga o'tib beraman. Joningiz sog'. Lekin mana shu mollar haqiqatan arzon bo'ldi mana akalar. Targ'il birinchi, qoravoy ikkinchi, mana bu uchinchisi aka. 13 million so'mdan xudo xolasa telefon qilasizlar, kelishadigan yeri bor. Bo'ylari 1 metrdan arada. Xudo xolasa Minusda yo'q, anasi 1 metrga, manasi minusni qolishi mumkin. qo'yib suyug'i 1 metrdan olishaveradi. 1 metrdan olishi bo'lsin. Lekin ishoninglar, bugun narx boshqacha bo'ldi mana shu mollar. Arzon bo'ldi lekin. Haqiqatan realniy gap arzon bo'ldi. Xo'p, akalar, like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Bugungi shular rivojin ekan. Mana shu 5 dona qoldi, mana shuni tugatak, yengillataylar, sotaveraylar, yengilroq qo'ydi qarsizlar. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa akalar, obunachilar kimgadir ma'qul kelgan bo'lsa, ekran qarshisidagi nomerlarga telefon qilib, xudo xolasa savdoni qilaverasizlar. Savdo sunnat, payg'ambarlarimiz ham siylagan. Telefon qiling, ishni bitirgan ekan. Nima deymiz? Like bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Xudo xolasa shu bilan biz videomizga yakun yasaymiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.